Endi Bibi xonimni o'zlariga to'xtalamiz. Ma'lumot. Bibi xonim o'zlari Mo'g'ul millatiga mansub ayol bo'lganlar. Buni bilamiz, birinchi kimning ayoli bo'lgan? Amir Temurdan oldin. Amir Husayn. Amir Husayn Amir Temurning eng yaqin o'rtog'i bo'lgan, lekin eng muhim paytda Amir Temurni sotgan. Ya'ni Loy jangida. Yordamga kelish kerak bo'lgan vaqtda yordamga kelmagan, tashlab qochgan. Ana undan keyin ikkita do'st orasida ittifoq tarqaladi. O'zaro jangda uni yenggandan keyin Saroy Mulk xonimni aqli zakovati uchun o'ziga xotinlikka oladi. U ayol husnda ham tengsiz bo'lgan deyshadi-da. Amir Temur ustozlaridan maslahat olish bilan birgalikda Saroy Mulk xonimdan ham bir qatorda maslahat olib ish ko'rganlar. Aytdik, ko'p safarlarda bo'lganlar. O'sha payt Movarounnahr boshqaruvi Bibi xonimga qolgan. Shunday buyuk bir ayol bo'lishliklariga qaramasdan farzand ko'rmaganlar. Lekin Temurizodalarning barchasi, o'g'illari, nabiralarining hammasini tarbiyasi aynan Bibi xonimga bog'liq bo'lgan. O'zlari tarbiyalagan. Bilamiz, mana Mirzo Ulug'bekni sarkarda jangchi emas, olim deb taniydi. Mirzo Ulug'bek aynan Bibi xonimning tarbiyasini olgan. Mirzo Ulug'bek o'zlari ulg'ayib yetganlaridan keyin aytadilar. Bobom bilan o'tirgandim, qo'yinlarida o'ynatib o'tirgandilar. Kimdir huzurlariga kirdida, o'sha payt bobom o'rnlaridan turib mana chakkaga irg'itib yubordilarda, salom berib kutib oldilar u insonni, deydilar Mirzo Ulug'bek. Buni o'sha payt tushunmagandim, lekin katta bo'lib tushundim. U inson bobomning ustozlari ekan, deydilar-da. Mana shundan keyin Mirzo Ulug'bek ilm-fan yo'lini tanlaydi. Mana hozirgacha buyuk astronom sifatida taniymiz. Bibi xonimning qabrini hozir ko'rsatdim, ko'chaning narigi tomonida maqbaralar joylashgan. U qabr ham ochilgan. Buni sababi bor. Mo'g'ul millatiga mansub dedik. Ularda odat bo'lgan. Hashamatli kiyimlarda xazinalar bilan birga ko'milgan. Ochishgan. Uni arxeologlar ochmagan. Uni o'g'rilar ochgan. Xazina topishgan rostdan. Uzugini olib ketishgan. Qo'llarida uzuk bo'lgan. Uzuk chiqmagan, barmoq bilan birga qo'shib sug'urib olib ketishgan. Uni qayerdan bildi? Keyinchalik arxeologlar uni boshqatdan ochishdi, lekin undan oldin ochilganini sezib qolishdi. Qanday? Barmoq yo'qligidan emas, balki uni barmoqsiz bo'lgandir, barmog'i kesilgandir. Undan emas. O'sha qabrni ochgan paytda ular turib sigaret chekkan yo'q. Keyin qoldig'ini tashab ketgan. Qabr ichiga. O'g'rilar. Ha, o'g'rilar. Ochganda sigaret qoldig'i chiqyapti. Amir Temur paytda sigaret chekmagan hech kim. Mana shundan u qabr oldin ochilgan va o'g'irlanganligi aniqlanadi. Bibi xonimning uzuklarini qiymatini aytaman-da. Endi uni qancha summa bo'ladi deyish men bilmayman to'g'risi. O'sha paytda hisob kitobi bilan Samarqandning 1 yillik soliqlarini miqdoriga teng bo'lgan bitta uzuk yetgan o'sha soliqlarni qoplashga. O'shani o'g'irlab ketgan.